Hürmetli kitap algıcılar, Ulug'bek Hazinesi 1. kısım 11. mavzunu anlatışını başlayımız. Mana 2 gün oldu. Mirza Ulug'bek Köksaray'ның bulunudaki bir öyde öz yığıda özü qorulup yatatdı. İşikteki yasavul onu hatta taharet gibi çıkamay, taharet suyunumu özü ekirip beretti. Mirza Ulug'bek Köksaray'da yerim əsir istiqamet qılğan bolsunmu, bu öyünü körüp bakmağan idi. Öy soğuk ve qarаңғы bulup, faqat turistik tünlükten alaqançılık yoruq düşüp duratdı. Öyge gilem ve bir iki parça körüp selingan bulup, ot turdaki şirete soğup qalğan kebap ve meyvici bile. Puxta işlengen Çin'i kozu da mey duratdı. Lekin tamaktan gumanlangan Mirza Ulug'bek texçe tamakka egiz tekkizmey, faqat çögündeki sudun bir işki otlığan idi xalas. Mana endi açlık, uykusuzluktan onun xiyalıcı gelişip, turistik tüngünükü qarap turatdı. 2 kecha gündüzden buyon onun oylamağan uyu. Xiyalen kirmegen küçüsü kalmadı. Bütün ömrü, bəxtlik balılık çağlarından ta ki hazırki bəxtsiz minutlarıca köz aldıdan birləb ötdü. Mana, yeşi 55'ten aştı. Selkem 40 yıl tac sahibi boldu, lekin bəxt degen nime? Bu pani dünyaya kelip nime rahat gördün dese tili gallışıdı. Acaba şahla hayatı ola berpa qılğan həşəmətlik imarətdəki oxşaydı. Yıraqdan valıldap közünü qamaşdırdı. Lekin içiga kirse, zey hem qarаңğılığıdan tən sırqıraydı. Onun köңlüge aram berdiğan bir makani, medrese ve resetxana idi. Onun köngül şatlığı Köksaray dep atalgan bu pitni pasatçılar uğusida emas, resetxanadaki usturlaplar yanında tenha olturup payansız kainatını küzütüş idi. Mirza Ulug'bek öz təqdiri haqqında Xorasan ve Mavara Ünnehir'de buluvatkan bu uruş cidel haqqında oylanıp etip, nime üçündür yine babasını iyisi kaldı. El kısası minel haq. Tacı taxt üçün tümürüler arasında başlangan bu kıyamet kayım, bu şefkatsizlik, kanxorluk babası, pak royu cennet gülüşeni boğay, babası Emir Tümür'ün başka el, başka xalqlarga qılğan qatl qırğınlıqları üçün Tanrı ata qılğan jaza emasmi? Bovusu tökкен derya kan, yetim qılğan narisidilərinin köz yaşları, perzentlerinin ayrılğan anılarının feryatları üçün yanğan qısas emasmi? Yoq. Onun öz vicdanını azaplıqadek günahı yok. O 40 yıl hüküm sürgen bolsunmu, babasıga oxşaş uruş jidel betiliga keyip sapa qılmadı. Başka el, başka yurtlarga bastırıp berip, bağvarallarını veyran, puhralarını talan taraç kılmadı. Bırak. Onun perzentleri, Yirak Hirat'taki ciğerleri, ola babasının taxtiga olturvasa, Mavara Ünnehir ve Xorasan'ın hali nime bula? Puhralarının hali qandaq bula? Onun öz hali şu. Bundaq külpet işide yaşagandan küre, oçuq jangda düşman bilen qilichbazlık qılıp ölse armansız gider idi. Ahırqı hayatını öz perzenti bilen ilişip, ömrünü bunçilik şerefsiz ötküzüp etse, bu nime degen adaletsizlik buludu ha? O tünügün Şahzade'ye 2 parça mektup yollap,
söhbetleşishni talab qildi. O toj taxtdan o'z meyli va o'z ixtiyori bilan voz kechish qaroriga kelganligini shahzodaga aytmoqchi va uningdan yolg'iz bir narsani, qolgan 5 kunlik umrini ilm ma'rifatga bag'ishlashiga imkon berishni so'ramoqchi edi. Agar shahzoda uning gapiga quloq solsa, otaliq mehri bilan nasihat qilmoqchi, insof va adolatga da'vat qilmoqchi edi. Biroq har ikkala maktub javobsiz qoldi. Otasining qarg'ishiga uchragan bu o'g'ilning muddaosi nima? Yana qandoq shumliqlarni boshlamoqchi? Taxt ko'yida hech narsadan tap tortmagan bu tuzkor o'z otasining joniga qasd qilmoqchi emasmi? Biroq Mirza Ulug'bek o'limdan qo'rqmaydi. O'lim haq, Parvardigor olim. Va lekin yomon bo'lsa-mu, o'z pushtidan turalgan bu jahil farzandining taqdiri nima bo'lur? O'z otasining joniga qasd qilib, ota qotili degan betnomni ilib, abatil abad sharmanda bo'lmasmi? Ishga g'ichirlab, uyga birisi kirdi bo'lg'ay, Mirza Ulug'bek ko'zini ochdi. Bo'sog'ida paydo bo'lgan yasovul keyniga yenib, semiz, tonush bir baqovulga yo'l berdi. Baqovulning qo'lidagi yo'g'on patnusda qizarib pishgan 2 non, bir tabaq osh va bir chaynak bor edi. Baqovul bosh egib ta'sim qildi-da, patnusni shiraga qo'ydi va aldirmay, tinimay sovib qolgan kavoblarni yig'ishtirdi. Ondan indamay orqasiga yong'ach, nonni ishoratlab ko'zini qisdi. Mirza Ulug'bek uning ishoratini tushunolmay, bir nonga, bir baqovulga qaradi. Lekin baqovul lam jim demay, payloqchi bor degan ma'noda eshikni ishoratladi-da, yana nonga imo qilib chiqib ketdi. Bu qari baqovul nima demoqchi? Niyati pokmidi? Ya uni bir baloga tiqmoqchimi? Beshi pir aylangan Mirza Ulug'bek nonga qaradi. Yaxshi pishgan issiq nonning mazzilik puriqi dimoqqa güp urib, og'ziga sariq suv keltirdi. Mirza Ulug'bek nonni elib sundurdi-da, hayron bo'ldi. Nonning ichidan naychi qilib o'ralgan bir parcha qog'oz chiqdi. Mirza Ulug'bekning yuragi jig' qilib qog'ozni ochdi. Bu bir parcha imzosiz xat bo'lib, noma'lum kishi uningga Haq Taolodan inoyat tilab, poytaxtda bo'layotgan ishlarni ma'lum qilgan va bir maslahat bergan edi. Xatda yozilishicha, Shahzoda poytaxtni ishg'ol qilib, Ko'k saroyga kirishi bilanla qiyomat qoyim boshlangan. Tunigun Juma masjidida xutba o'qilib, Mirza Ulug'bek islom dinining raqibi deyilgan va toj taxtdan judo qilindi deb jakarlangan. Shuningdek, Shahzoda Navara unlarining sultoni deyilib, uning nomida pul besilmoqchi bo'lganligi uqtirilgan. Shahzoda bu kunlarda ko'plagan mo'tabar zotlarni, Mirza Ulug'bekning bir muncha navkarlari va sarkardalarni zindonga tashlagan. Qarshilik ko'rsatganlarni bo'lsa qatl qildirgan. Shahzoda Mirza Ulug'bekni Makka Mukarramga hajga avatmoqchi bo'lgan. Lekin xutbada Said Abbos degan bir kishi xon oldida yukinib o'tirib, Mirza Ulug'bekdan xun da'vosi qilgan. Chunki Mirza Ulug'bek hazratlari uning otasini begunoh qatl qildirganmish. Bu diyanatsiz Saidning saxta da'vosini qozi Quzzat, xo'ja miskin janoblaridan boshqa hech bir kishi, hatto Shahzodaning o'zini rad qilmagan. Al-qissa uning hayoti qil ustida turadi. Shu sababdan noma'lum kishi uningga qechishni maslahat qilgan. Agar Hazrati oliylari bu maslahatni ma'qul ko'rsa, Baqovulga ishorat qilishi lozim edi. Baqovul qorovulni dori bilan uxlatib,
Mirza Ulug'bekni Ko'k saroy ostidagi laxma orqali elib qochmoqchi edi. Mirza Ulug'bek xatni o'qib bo'lmayla o'rnidan turib ketdi. Eng avval onun ko'nglidan kechgini tuzaq bo'ldi. Shahzoda uningga tuzaq qo'ymoqda. Qachish qaroriga kelsa, Baqovulga ishorat qilarmish. Baqovul qorovulni uxlatib qo'yib, uni Ko'ksaroy ostidagi laxma orqali elib qocharmish. Ajaba, bu laxmini shahzoda bilmasmi? O yerga o'z qorovullarini qo'ymasmi? Bu tuzaq. Shahzoda yo'q. Sheyx Nizomiddin xomush qo'ygan Azazul tuzuqi. Mirza Ulug'bek hayajon ichida uyni bir aylanib chiqdi. Sundurilgan non ko'ziga chaliqib, kallasida yana bir o'y kechdi. Zahar. Bu ash, non, china, ko'zidagi may hammasi zaharlangan. Hammasiga o'g'i silingan. Ularning niyati meni zaharlab o'ldirish, dedi Mirza Ulug'bek. Ve kallasiga boshqa bir xiyol kelib, meyishlangan holda kulimsiradi. Endi menga baribir emasmi? Kendi qenim to'kilgan suyumlik yurtimdan ayrilib, yat ellarda, boshqa yurtlarda musofir bo'lib yurgandan yoki beshimni Said Abbosning qilich kesganidan zahar ichib o'lgunim tuzuk emasmi? Mirza Ulug'bek liq bir piyola mayni ichib etdi-da, bir tishlamlarni chaynab, uyda asta aylanishga boshladi. Mayli, zahar bo'lsin. Agar qora niyatlik o'g'li zahar berib, uni o'ldirishga qasd qilgan bo'lsa, maqsadiga yetib olsin. Va lekin bu sirli xatni yo'llagan, uni qochirmoqchi bo'lgan kishi zodi kim? Suyumlik shogirdi Ali Qushchimi yoki Mevlana Muhiddinmi? Yo'q. Bu xatarlik tadbir ilm ahlining qo'lidan kelmaydi. Bu xatarlik ishni qilsa, Bobu Husayndak navkarlari qiladi. Va lekin yo'q, u qochmaydi. Qechib nega boradi? 40 yil hukmronlik qilgan Mavari unlardan qechib tilamchilik qilamdi. Onunğa hiç narsa kerak emas, ne toj, ne taxt. Hammani shahzodaga topshirdi. Olsin, davri davron sursin. Faqat uni tinch qo'ysila bas. Mirza Ulug'bek qalbining urug'lagan alamlik duddan bo'g'ilib, uyning o'ttirisida to'xtadi. U uyning qorong'ulashganligini, turistiki tönglükten düşüp durgan alaqancha nurning yo'qab, osmonda yulduzlarning chaqnamayotganligini mana endi sezdi. Yulduzlar. Mirza Ulug'bekning ko'ngli bir qism bo'lib osmonga tikildi. Tov Xudoyim. O yulduzlarni yaxshi toniy olmadi. Qorong'uda chaqnayotgan qaysi yulduz? 7 tikan yulduzmi yoki boshqa yulduzlarmi? Osmondagi her bir yulduzdan pishiq biladigan munajjim nima bo'lganda? Ko'zining nuri zaiflashdimi yoki zihni quvvati ojizlashdimi? Mirza Ulug'bek xiyolga betib ketayotganligini sezib, joyiga berib qiysaydi. U amdala yonpashlashi bilan eshik ochilib, boshlariga dubulg'a kiygan, qo'llarida yalang'ochlangan qilich tutgan ikki sipoh kirib keldi. Her ikisi at yüzlük, on kulaklarga halka askan balık sipahlardan idi. Ulardan keyin o'smirang salla urgan nigirdek qop-qora, notunush yasovul kirib ta'zim qildi va lam jim demayla eshikni ishoratladi. Mirza Ulug'bek nigir sifat yasovulning takallufsiz harakati keltirgan ochiqini ichiga yutib, uçsuğa sözer cuusunu yepindi. Hoyla timtas idi. Küngürülük tam bilen uralgan Köksaray, tüpsü mehberdagi o'xshash gümbezlik körkem binalar. Hatta janub tarafdagi harem imoratlarimi jimjit ve qarong'u idi.
Fakat en chetdeki öyünün derizisida g'uva chirag sho'lisi pil qilib turadi. Mirza Ulug'bekning esiga ko'zlari bo'tining ko'zidek yenib turgan mayus holatdagi kenizak keldi-da, yuragi cho'g' tekkandek pish qilib ketdi. Bo'ti ko'zli g'amkin kenizak Mevlana Muhiddinning darsxonasida ta'lim olgan muslimalardan edi. U haramdimi o'z uyidan chiqmay kitob o'qiydi. Uzun qish kechalari Mirza Ulug'bekning risolalarini ko'chiradi. Boş vaqt topsa she'r yozadi. Tirik jon qahraton sovuqda haroratga va o'tga intilgandek, Mirza Ulug'bekmo qalbi g'am andishiga to'lib, vujudiga sig'may qolganda, xuma ko'zlik shu ma'sumaga intiladi. Uning muloyim tabassumini ko'rib, uyalganidan yuzlari vil yanadi. O'qigan she'rlarini anglab, ko'ngli xeyli aram tapatdi ham suyunadi. Ko'zlari g'amkin chaqnab turadigan, qalbi mehr muhabbat bilan to'lgan bu kenizak Mirza Ulug'bekka qarigan chig'ida hayotlik inom qilgan bir quyosh edi. Bu quyoshni yana bir ko'mak uning illiq nuriga pari bo'lgan yuragini tutib, birdan aram olmoq nisb bo'lami. Mirza Ulug'bek qorong'uda g'uva pildavatgan sho'lidan ko'zini aran uzib, salomxona tarafga mangdi. Salomxona yup-yo'ruq bo'lib, cho'rdab quyilgan kursida hammasi birdek movut va zarbob to'llarining ustiga oq shoyi chapan kiygan. Boshlariga simabdek oppoq salla o'rgan ulama oqsoqollar va din peshvolari o'ltiradi. Mirza Ulug'bek ishikda ko'rinishi bilanla ulamalarning ba'zilari aldirab tinib o'rinlaridan turishdi. Lekin to'rda boshqalardan egizrak kursida tasvir siyirib o'ltirgan Shayx Nizomiddin Xomushning qahrli ko'z ishorati bilan yana o'z o'rinlarida o'ltirib qolishdi. Mirza Ulug'bekning kallasida diniy sot degan fikr kechdi. Biroq diniy sot bo'lsa, Shayxul Islom Burhoniddin qani? Poytaxt qozi quzzati Xo'ja Miskin janoblari yo'q-ku. Shayx uzun, nozik barmoqlari bilan go'yo bir tili pardoz qilingandek parqirab turgan oppoq soqolini silab, "Hey, gunohkor banda Muhammad tarag'ay", dedi. Hazrati oliyleri degan so'zni qo'shmay. Poytaxt ulamalari va din peshvolarining bu dargohga yig'ilishidan maqsad Allohning irodasi bilan Mavara unnariga sulton bo'lgan Valiahdi Shahzodaning oliy parvoni va ulamolarning fatvolarini. Valiahdi Shahzoda qani? Shayxning qo'llari titrab, yulanchikka yulandi. Ol devletning pasiboni Dahri Shah bilan yüz uchrashmoqni gunoh azim deb biladi. Mirza Ulug'bek qo'lini qovushtirganicha tamg'a yulandi. Uning g'azab va hayajondan aqrab ketgan chiroyida, qattiq titrigan lablarida so'g'uq bir tabassum paydo bo'ldi. "Hey gunohkor banda", dedi umu, hazratlari degan so'zni qo'shmay. Bandasining qaysi biri dahri, qaysi biri imoni komil musulmon? Bu faqat Allohga ayondir. Tangri Taoloning bir ojiz bandasini dahri deyish gunohi azim emasmi? Uyda o'ltirgan hamma oqsoqol va ulamolar biroqli burilib Shayx hazratlariga qaradi. Shayx qo'lini ko'tarib, qora marvoy tasbihini sharaqlatdi. Aksicha, yaxshini yaxshi, yomonni yomon demak va Allohga shak keltirib, mo'min bandalarni yo'ldan ozdirgan murtadni murtad demak gunoh emas, cho'ng savobdir. Hey g'afil banda, Alloh shohid. Alloh shohid, dedi Mirza Ulug'bek hosirab. Va lekin va xayrihi va sharrihi min Alloh taolo. Ya'ni ki yaxshilik va yomonlikning hammasi
Allah'tan degen siz emasmi? Bas. Hemmisi Allah'tan bolgan eken, bendeside nima gunoh bor, hazratim? Mirza Ulug'bek tehi gepini tugitib bo'lmayla, ulamolar gür qilib o'rinlaridan turib ketishdi. Lekin shayx yana qo'lini ko'tarib, varang cho'rongni besiq turdi va g'azabdan chakchiyib ketgan o'tkir ko'zlari bilan Mirza Ulug'bekka qatilib, Qur'oni Majiddan vaziyatqucha istig'for aylagaysan, hey osi banda, deb xitob qildi. Chunki asvabu bi fazlihi vel uqabu bi adlihi ve la yacibu aleyhi şey'un. Yani savab Allah'ın fazli keremi, azap ukubat Allah'ın adaleti. Onun bendisiga qarzi yo'qdir. Abu qilg'aysiz hazratim. Bunu ayetni mo eslagaysiz. Amantu billahi ve melaiketihi ve bas. Bizning bol dergahı aliga yig'ilishimizdan maqsad din qonunlari haqida muhokama qilmoq emas. Mirza Ulug'bek kinoya bilan kulmoqchi bo'ldi, lekin kulolmadi. Yuragini larzaga solgan alam to'lqinlari uning irodasini ustun kelib, chiroyi o'ngib ketdi. Ha, hazratim, din qonunlari haqida mulohaza qilmoq uchun ilimdan xabardor bo'lmoq kerak. Afsuski, bu qabih sotqa aqli ziyoda o'limalar emas, balki aqlsiz nodonlar yig'ilibdi. Chunki ota bilan o'g'il o'ttirisiga ziddiyat solib, bolasini o'z otasiga dushmanlashtirish gunohi kabir emasmi, hazratim? Üstü qubbisimon hashamatlik uyda yana g'alita varang churung ko'tarildi. Dini islom raqibiga hazar, al-hazar degan ovozlar yangridi. Tördagi oltin qoplangan qo'sh qanotli eshikning bir qanoti asta ochilib, yana yopildi. Shayx ikki yoniga tukirib, "Ha, takabbur banda", deb xitob qildi. Takabbürlük qilib barcha mo'min bandalarni yo'ldan ozdurding. Aysh ishratga berilib, fuqarolarni shariat yo'lidan chiqarding. Erlarni emas, ayollarni o'qisin deb, ularni hayosiz qilib etding. Kechirgaysiz taqsir olim. Mirza Ulug'bekning davlariga kinoyalik kulki yugurdi. Ayollarning o'qishi yomon ish emas. Chunki talabul ilmi farizetun ala kulli muslimun ve muslimetun. Yani ilim öğrenmek her bir er ve ayalga perizdir. Kur'an-ı Mecid'de. Kur'an-ı Mecid'de bu ayet yok. Kur'an-ı Mecid'de olmasa hadisi şerifti ba. Ya hadisinin sözü barçık hüküm emas mı, hazretim? Cemib qalğan ulama aqsaqallar to'satdan shayx hazratlariga shaqqada burilib qarashdi. Shayx hazratlari dastisiga zabarjat qadalgan hassini gilamga tirab o'rnidan turdi va asabiylashgan holda beshini silkib, "Bobang amir-temurning loyiga homiylik qilib aytamanki", dedi. "Shukr qilib istig'for aylagaysan. Sizcho, siz nimishqa istig'for aylamaysiz, hazratim?" Mirza Ulug'bek oldiga bir qadam mangdi. "Siz nimishqa mazari sharifda takbir aytib, Tangriga hamdu sana o'qib yotmoq o'rnida saltanat ishlariga qo'l tiqsiz? O'zingiz aytgan aysh ishrat ishqida taxt soyidimi qudratli bo'lmoq niyatida hokimiyat ustidan fitna ig'vo taqitib suqanchilik qilasiz. Bas. Men sizdek jahillar bilan munozirlashib o'tirishni o'z sha'nimga nomunosib deb qarayman." Chiroyi ungan, qandoqdir bir ichki g'ururdan ko'zlari chakchiyib ketgan Mirza Ulug'bek oldini to'sigan ulamolarni bosib o'tib, to'rdagi ishga qarab mangdi. G'al-g'al titrigan hazrati oliylarining alfozi
şundaq qorxunçluq ediki, eshik oldida turgan o'limalar ixtiyorsiz holda chekinib, onunğa yo'l berishdi. Mirza Ulug'bek ularning yenidan o'tib, qirg'oqlariga oltin tasma mixlangan naqshtar eshikni zardi bilan tortdi. Eshikning o'ng qanoti taraqlab ichildi-yu, tomga tegib, yana yopildi. Mirza Ulug'bek eshikni qayta ichib ichiga kirdi. Shahzoda eshikning orqasida dang qetib turadi. Uningdan yuqoriroqda qo'yma oltindan yasalgan yerim sharsimon yulanchigiga dur va unch qadalgan egiz taxtning yenidagi naqshli kursida Ишан Abaydulla Xo'ja Ahror hazratlari o'ltiradi. To'risdagi oltin qandilga tizilgan o'nlagan shamning sho'lisida Shahzodaning so'lg'in chiroyi go'yo gajdan yasalgan niqobdek so'rin tuyuladi. Cho'nqur patgan ko'zlari g'amkin chaqnaydi. Qo'sh-qo'sh oltin uzuklar silingan inchga qaramtul barmoqlari g'al-g'al titraydi. O'ttir bo'y. Semiz kelgan Ишан bo'lsa, dalaksicha, nihoyatda vazmin ham salmoq ko'rinadi. Uning qizil nut jubba ustiga oq chapon kiygan bo'lib, qat-qat o'ralgan sallasining pattisini ko'ksiga tushirib, yerga qarab o'ltiradi. Bir talma oq tushmagan, kuyda qop-qora soqoli ko'krigini yibib turadi. Tasvir siyirayotgan yo'g'on ham qisqa barmoqlari go'yo hech bir voqea bo'lmagandagidek asta qimirlaydi. Lavlari midirlab, bir nimalarda pichirlaydi. Mirza Ulug'bek kinoyali kulimsirdi va kallasida bu shayxul mashoyixmi shoshdan yetib kelibdi-da degan fikr kechdi. Ишан hazratlari apu qilg'aylar, shahzoda bilan ikki ig'iz paranglashmoqchiman. Ишан yer ostidan Abdullatovga qaradi. Shahzoda nima uchundir bir qimirlab qo'ydi-da, Mirza Ulug'bekka qaramay turib, "Sohibani marhamat" deb qo'ding'ishidi. Bu suhbatda pirim ustozim bo'lmoqi lozim. "Yo'q", dedi Mirza Ulug'bek asta. "Men sen bilan tanho so'zlashmoqchiman. Oxirgi tiligimni bajo keltirgaysan, shahzoda." Ишан qo'llarini kursining yo'lanchigiga tirab o'rnidan turdi. U lam-jim demagan bo'lsa-mu, qizil, suzunchoq yuzining tatirib ketishidan gavdasini asta qimirlatib, temkin qiyofatda qadam bosishidan va hatto yo'g'on barmoqlari bilan tasvirning kahravodonlarini bir taldan siyrishidan bo'lakcha bir shiddat va shahzodaga "Dadil bo'l" deb madad berayotganligi chiqib turadi. Ишан eshikni ichishi bilan nariqi uydan gür qilgan ovoz eshitilib, eshik yopilishi bilan yana bisiqdi. Mirza Ulug'bek xili oromlik his qilib, boya Ишан hazratlari o'ltirgan oq kursiga berib o'ltirdi. Shahzodaning gaj niqobni aslatadigan yuzi, qisqa qo'llari, bo'libmi andishilik chaqnayotgan ko'zlari Mirza Ulug'bekning dilida mehr, muhabbat urg'utgandek qilsimi, lekin o'zidagi g'urur, to'ngiraga xos iftixor uni nima uchundir gap boshlashga qo'ymaydi. Öyle kishini azoblag'idek ig'ir jimjitlik hukm suradi. Ko'zni qamashtirib julolanayotgan tam turistlardagi nafs bezaklar, oltin suyi yalatilgan nozik naqshlar, yerda vol-vol parqirab turgan kul rang gilamlar, qubbisamon turistdagi oltin qandilga tizilgan shamlar go'yo xiralishib, uy sal qorong'ulashgandek bo'ldi. Ya qalbidagi alam to'lqinlari xeli pasayganlikdan uningga shundoq tuyuldimi? Mirza Ulug'bek yer ostidan shahzodaga ko'z tashladi. Mirza Abdullatif
beshiga dur qadalgan qunduz telpak, ustiga zarbab tashliq bo'ri juvi kiygan, belidagi kumush kemiriga g'ilipi la'al va javohirlar bilan bezalgan qilich asqan holda qo'llarini oltin taxtning egiz yulanchuklariga tirginicha bir nuqtaga tikilib o'ltiradi. Acaba bovisi o'ltirgan bu taxt shahzodaga kuch-quvvat ato qilganlikdanmi yoki boshqa sababdanmi ish qilib, uning chiroyidagi boyagi parishonlik yo'qab, xuddi bovisiningidek yanaqlari bo'rtib chiqqan qaramtul yuzida va o'ltirishib qolgan sal qiyshiq ko'zlarida kishini cho'chitgidek bir xil so'g'uq ifoda paydo bo'lgan edi. Uning shu turqi bovisini eslatadi. Umi bovisiga o'xshash egiz, o'ruq va ilmek burun bo'lib, faqat aloq-jaloq bo'lib turgan sal qiyshiq ko'zlarida qandoqdir bovisiga yot bo'lgan huduqish alomati bor edi. Mirza Ulug'bek ko'zini uningdan uzib, to'risqa sham yiqilgan yumaloq oltin qandilga qaradi. Xudoya tova. Bu taxtda qandoq hikmat, nima sir bordir? Acaba uningda o'ltirgan har qandoq odam nimishqa darholla o'zgardi? Odamigarchilikni, o'zining bu dunyodagi ojiz banda ekanligini darhol unutdi. Nima uchun bu toj taxt, bu saltanatning hech bir odamga vafo qilmaydiganligini esidan chiqardi. Ajablanarli shuki, Shahzoda bu taxtning hatto musulmonlar shohi deb atalgan Amir Temurgimi vafo qilmaganligini nimishqa tushunmaydi. Ana u bovisi Amir Temurdek gidib o'ltiribdi. Biroq bilmaydiki, yo'q, to'xta, Muhammad Tarag'ay. Sen nima uchun shahzodadan ranjiysan? Bu vafosuz toji taxt, insonlar ustidan hukmronlik qilish lazzati o'zingni aql hushingdan ayirgan emasmi? Shahzoda mayli yaxshi bo'lsin, mayli yomon bo'lsin, o'z farzanding, o'z pushti kamiringdan bo'lgan balang emasmi? At tepkenge at chidaydi. Uni qag'ab, yomonlik tilagandan ko'ra, yaxshi so'zlarni qilib, nasihat bergining afzal emasmi? Ey ojiz banda. Mirza Ulug'bekning ko'ngli yumshab, shahzodaga qaradi va g'ururini besib. Baxtiyor shahzoda, dedi asta. Taxtimning valiahdi sen eding. Allah Taala fikrini o'z rahmetiga chaqirsa, bu taxtga sen o'ltiratding. Allah'ın inayeti bilen gözümün uçuk vaxtida bu taxt sana nisip boptu. Bununla razıyım. Şahzade kollarını altın taxtına yülençiga tirab, mensitmegen halda külümsirdi. Belli ata, lekin men bu taxtni sizning ixtiyoriniz bilan emas. Birinchidan Haq Taoloning inayeti, ikkinchidan o'z kuch-qudratim bilan qo'lga kirgizdim. Mirza Ulug'bek levini qattiq tishlab, "Bürküt, qora bürküt" dedi ichida. Uning yuragida tutashgan mehr o'ti bo'ronda qolgan shamdek uchib, yuragi yana muzladi. O avval shahzodani o'g'lim deversem, egilgan boshni qilich kesmas degan o'y bilan nom numusini bir yoqqa qayirib qo'ygan edi. Biroq bu quzg'un Mirza Ulug'bek o'zini azoblayotgan alam do'l qo'llarini aram besib. Kuch-qudratingga ishonib, Mavara Unnahar zeminiga qadam basmayla g'ovg'a ko'tirdingmi? dedi. Shahzodaning chiroyi o'ngib, ko'zlari kechida ko'ringan cho'g'dak chaqnab ketdi. Qadam basmabdikan mishtahi, Mavara Unnahar xalqi oyoq ostimdadir. Esingda bo'lsinki, bu tuproqqa hukmronlik qildim degan ni g'oliblar, ni jahongirlar o'tgan.
Lekin ularning haki nerede? Bunu birer mi tirik insan bilmeydi. Ve lekin bu el, bu zemin ebedil ebed kılıverdi. Mirza Ulug'bekning nepiz lavlariga kinoyilik kulki yugurdi. Rahmetlik mo'misidan qolgan bu so'q kulki. Mo'misining lavlaridan xuddi shundoq kinoyilik kulki neri ketmaydi. Yo'q. Bu mo'misining emas, toj taxtning aybi. Bu toj taxtning vasvasidan bo'lgan. Kaltıpen bala. Bilmeydik. Emir şair Ömer Hayyami Hazretleri aytgandek, ömrü cavid yoktur esla üstüvar alem ara. Ketdi köpler biz ki turmiz, tapqısı sen hem panah. Nima deb duo qilyapsiz panahtar? Yaxshilik mı yomonlik mı? Duayım şulki şahzade, bu tacı taht hiçbir kişiga vafo qilgan emas. Sen tugul, ulug' bovan Emir Tümürgümü vafo qilgan emas. Mirza Abdullatif o'rnidan turib ketdi. Lekin taxtdan tushgisi kelmay, yana joyida o'ltirdi. Suhbatdan muddaoyingiz shu bo'lsa, men bundaq nasihatlarga muhtoj emasman, dedi u past, lekin tahdidlik ovoz bilan. Başka gap so'zingiz bo'lsa qiling, bo'lmasa. Yo'q, onundan yaxshilik talab emas. Onundan yaxshilik tilamak ajdodin jon tilmak bilan barobar. Bo'lmasa, to'xta, dedi Mirza Ulug'bek onun sözünü bilib. Sana deydigan bir talabim var. Bu ahirki talabimdir. Öz atağını mavara ünərdən qoğulaşını niyet qıpsan. Meni bu makandan qoğulğandan küre qatil qılğadın tüzüktür, qatil. Mirza Ulug'bek nefsi boğulvatqanlığını sizib, livini tişliginice jim bo'lib qaldı. Mirza Abdullatif yaman bir nərsini yirgengəndək yüzlerini pürüştürüp orundan turib ketdi ve tətur qarğınıca beşini tüven silib jim turib qaldı. Onun müyrüsü silkinetti. Şahzade küzüge yaş aldı, dep oylagan Mirza Ulug'bekning yana ko'ngli yumshab. Oğlum, dep chaqirdi. Şahzade cevap vermedi. Bir qazanda iki qo'chqonning beshi pishmaydi, dep qo'rqidi haynadan. Gözüm kör bolsaydı kaşki seni kömesem. Keçirgeysiz ata, dedi Şahzade uzaq sükütdən keyin. Mən ülma ağsakallarının pətvasına qarşı turanmayman. Səbəbi ölümalar pətvası Xudanın mührüdür. Xudanın mührü yadında bolsun, sahibi tac sözü ölüma ağsakallar üçün vaciptir. Korkma, bana hiç neyse gerek emas. Bu tac taxit, saltanat, şan, şöhretinin hemmisi sana mensup olsun. Atanga faqat Resat xanını inam qısan bəs. Bir burdunan, bir çögün çaylı bolsaydı. Qalan ömrümni zici köreganini püttürüş ve o'qish bilan kun o'tkazishga bag'ishladim. Şahzade asta burilib qaradi. Şalang bulutlarının uçu dingildab ve lavlari titrab. Texi Resat xana, texi zici köregani, dedi boğulup. Muddarislik sellisini orvagan barıcı murtetlerini kanat astığınızga elip, din pişivalarını ayak astı kıldınız. Bunun için Hak Teala'nın kahrigen, Peygamber Aleyhisselam'ın kargışı uçurab, tac taxt ve saltanatdan ayrıldınız. Ama istihbar etmek ve tövbe kılmak niyeti olmay, tehice Resat xanını oylaysız. Şahzade kıble tarafki yüzlenip gözlerini yumdu. Ey perverdigarı, onun sözünü özün işittin.
Günahı əzimgi patqan asi bəndəngni özün keçirgeysən, yaratqıcı igi. Şahzadə əfsuslanğan halda beşini çayqab, pichirlab dua qıldı. Mirza Ulug'bek gözlerini çekişetkiniçe qetipli qaldı. Ah, onun uzundan buyan şahzadenin korkup yürüyeni sebepsiz emasken. O, şahzadenin müteessiplikidin, Belx'te barıcı ilim ehliga besim işletkenligidan xabardor bolsa-mu, lekin onu bunchalik shafqatsiz deb o'ylamagan edi. Şahzade Mirza Ulug'bek yuragini larziga solgan g'azabini yushirish uchun yerga qaradi. Baloyi olam besavob. Kim Peygamber Aleyhisselam'dan qarg'ishiga uchraydi? Kim uchramaydi? Buni yalnız Tangri Taala biladi. Perverdigari alem hemmini biladi. Ol Rabbin alemin hiçbir mendisinin burnunu bir günah kanatmaydı. Ve lekin İslam diniga kimki kılıç götürse, meyli şah ya ki gaday bolsun, onu cezasız kaldırmaydı. Kübbar dehriyle makanı boğan Resat Xanıga ot kuymen ot, Şahzade kurup ketken levlerini yalıdı ve yüz gözlerdeki terini sürtüp taşlap, gözlerini yumğunice yeni bir nimelerine de pichirlashqa başladı. Mirza Ulug'bek bütün vücudunu band qilgan soğuk vahimetin tırnaqlargacha muzlab, hang vaqib turadi. Kallasida bolsa yanılı şu tinimsiz ve elemlik oyla quyundek aylanıp yürüttü. Valarha, Navar Ünneyri taxtiga bu mutaessib chiqivasa, saltanatning hali ne bulur? İlim ehlinin beşiğe qandaq bala, nimi külpetler kilor? En avval bu pasiqning öz taqdiri ne bulur? Aql idrak o'rnida qilich bilan ish tutgan qaysi mustabid hokimning taqdiri yaxshi bo'lganiga, bu nodonning taqdiri yaxshi bo'lsin. Bugün onu ilim ehliga qarşılaştırgan mutaessib cahillar, ögün onun özünü balağa ittirmesmi? Mirza Ulug'bekning kallasida kechgan bu fikir qalbida lavaldab yenivatgan o'tqi suv sepgandek ta'sir qo'zg'atdi-da. Şahzade, dedi yine özünü besip. İlim ehli ve alimlar qaranğuda adışıp yürgen kişi üçün yoruq meş'eldir. Meş'elni öçürmekni tilegen şah, özü zulmet qoynida yol tapalmaydı qalıdı. Men sana küyün geldikim ve senin təqdirin üçün qaygırgan qibligahing boğanlığım sebeplik bu sözlerini sana qilishni lazım gördüm. Şahzade taqatsizlanıp kol silkidi. Belli, sizdek atını, sizдің yaxşılıqınızı bilmen. Ternab cığıda pidakarlık körsetken kim? Men. Ama muzabbar yarlığı kimning namığı bütüldü? Süyümlük oğlunuz Abdülaziz. Abdülaziz öz can-ciger qerindişindir. Qulluq. Babam Emir Tömür'den qalğan ixtiyariddin qal'asidagi antullarımni tartib algan kim? Yanıla siz. Nimetlik taam, nimi çare? Nimetlik atam, nimi çare? İtaatçan balınız ündümey baş ektuk. Veliki bəs. Bəxt sahibi Emir Tömür'ün altınlarını nege üşürdünüz? Merhametlik sahibinim. Mirza Ulug'bek seskenip gitti. Qaysı altınlarını deysen? Şahzade telbele çıkıldı. Qaysı altınlarını? Nimetlik atam hiç nesini bilmey demez mi he? Men babam Emir Tömür, Kahire, Demeşik, Bağdat ve Hindistan'ın elip kelgen cavahirlarını, altın, zibu zinnetlerini davatmen. Nele bu baylık? Şahzade esabileşken halda gözlerini çekeceydi, Mirza Ulug'bek'e yıkılışına başladı.
Mirza Ulug'bek dahshat ishida orqaga chekindi. O chekinib etib, puti kursiga tegib ketganlikdan kursi ag'dirilib ketdi. Mirza Ulug'bek darhal sagaklik bilan o'zini to'xtatib oldi, shahzodami to'xtadi. Xo'sh, so'zlang. Kimga inom qildingiz? Aziz farzandingizgami? Yoki islom dinidan yuz o'rgan murtad amaldorlaringizmi? Ali Qushchi nerede? Ya Rabbi, bu hamakat bilmegen iş qilmabdi. Onun paydaşları kirmegen tüşük qilmabdi. Ali Qushchining nerdeligini men nereden bilay? Yo'q. Endi her qandaq sözünüzge ishonmayman. Lashkar yig'ib menga qarshi atlanishdan avval Ali Qushchini sarayga nimishga chaqirtdingiz? Onunga nimalarni berdingiz? Ali Qushchini chaqirtganligimni aytgan payloqchilaring onunga nimalarni berganligimni nimishga aytmabdi sana? Aytdi. Shundaqdimi o'z og'zingizni anglab boqmoqchiman, suyimlik ata. Yo'q, bilmaysan. Bilsang so'rab o'ltirmas eding. Bas, bu foydasiz munozarani to'xtatmoq kerak. Mirza Ulug'bek qaddini ruslab, shahzodaning ko'zlari tikilib qaradi. Shahzoda yanala g'al-g'al titrab, atasiga qadilib turadi. Bu suhbatdan muddaoyim faqat otaliq mehrim bilan nasihat qilmoq edi. Afsuski, sana ata nasihati emas, oltin kerak ekan. Shahzodaning onun sözünü bildirtmekçi bo'lganligini sezgan Mirza Ulug'bek keskin qo'l shiltib to'xta deb vaqirdi. Ata sözünü vacib deb bilemsen yo'q. İhtiyar o'zingda. Valekin oxirgi nasihatimni angla. Mayli o'z otangni qatl qil yoki mavara ünnahir tuprog'idan qo'g'lab sargardan qil, ixtiyor yanada senda. Lekin birli tilekim. İlim yolida atan qilgan ishlarga, onun shogird va ustozlariga tegmaysan. Tegsan, ata qarg'ishiga uchrab, ta abad badnom bo'lursan. Ata razi, Xudo razi. Yadingda bo'lsin. El qisasu minal haq. Hiçbir yomonlik intiqomsiz qolmaydi. Sana deydigan boshqa gapim yo'q. Chaqir yasovulingni. Shahzoda Abdulatifning chiroyi uni bir nimalarni demoqchi bo'ldi-yu demedi. O ta'tir qarab olib, beshini tuvan solganicha birdam turdi. Andin buyruqqa hangdi. Sarayman deb vaqirdi. Qadrli kitap anlıqçılar, Ulug'bek xazinesi 11. mavzu mishada tamam bo'ldi. 12. mavzuni keyingi anlatışımızda başlayımız.